Comfort Class loyihamiz Favorit Residence haqiqatdan juda ham chiroyli chiqqan. Ko'pchilik Novostroyka deganda bir xillikni tushunadi. Bu loyihamizning asosiy fishkasi fasad qismida bo'ladi. Hozir o'sha fasad qismini ketma-ketlikda nimalardan iborat ekanligini tushuntirib beramiz. Bizda Yiton brendining gazoblog ishlatiladi. Gazoblog ham nima qoqsangiz ham ushlaydi. Buni master klassini o'tib bergan Yiton brendi bemalol internetdan ko'rishingiz mumkin. Undan keyin bazalt ishlatiladi, issiq sovuqdan saqlovchi. Uni ustidan esa membrana qoplamasi bo'ladi. Bu o'tda yonishlik ehtimolini juda ham pasaytiradi. Va uni ustidan zanglamaydigan profil ishlatiladi va o'rtada joy qoldiriladi. Nimaga? Havo aylanmasi uchun, namgarchilikda, mog'orlashni oldini olishlik uchun. Va uni ustidan esa keramogranit qoplamasi qoplanadi. Buni zavod 50 yilga kafolat beryapti. Bilasiz, binoni eng chiroyli ko'rsatadigan narsa fasad qism hisoblanadi. Haligi loyiha bitgandan keyin oldingizga keladigan mehmonlaringiz bormi yo oilaviy holatda ham har doim ishdan kelganingizda ham ko'zingiz quvnaydi. Hozir mana shu Favorit Residence Comfort Class loyihamizda juda ham iyun qulay aksiya e'lon qilganmiz. Oxirgi xonadonlar qoldi, ulgurib qoling. Shartlari 99 million boshlang'ich to'lov to'laysiz. Metr kvadrat 11,5 million chiqadigan xonadonlarni 9 million 900 ming so'mdan olasiz. Yana eng qizig'i qolgan summani 40 oy mobaynida bo'lib to'laysiz. Hech qanaqa penya va foizlarsiz. Yana ham ma'lumot olish uchun batafsil quyida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling yoki sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Salomat bo'lasiz. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.